Tefsiri Muyesser Nisa Suresi Eûzu billahi mineşşeytanirracim Eğer sizler bir xotunni qo'yib etib, o'rniga boshqa bir xotunni olmoqchi bo'lsanglar, qo'yib etmoqchi bo'lgan xotunga ko'p miqdorda to'yliq bergan bo'lsanglarmi, uningdan bir narsani qaytarib olish sizlarga halol emas. Sizlar uni ayolga qori chaplab ve opo'chuq zulm qilib olamsizlar. Sizlar bir to'shikda yotgan tursanglar, o xotun sizlarning nikohlanish talabinglarni qabul qilib, sizlardan mustahkam ahd olgan tursa, endi sizlar uningga mehr uchun bergan narsanglarni qandoqmi qaytarib olasizlar? Otalaringlar olgan xotunlarni olmanglar. Lekin buningdan ilgari olgan bo'lsanglar, u apu qilinadi. Chunki bu to'liq qabih ishdir. Seskinishlik qiliqdir. Bu nima degan yomon odat? Allah sizlarga onalaringlarni elishni harom qildi. Bu hukm ot tarafdan yoki ona tarafdan bo'lgan mo'minlarni o'z ichiga oladi. Allah sizlarga yana qizlaringlarni elishni harom qildi. Bu hukm ballariinglarning qizlarini o'z ichiga oladi. Allah sizlarga yana bir ana, bir otadan bo'lgan yoki ona tarafdan yoki ota tarafdan bo'lgan hamshiralaringlarni, otanglarning, onanglarning, cho'ng dadanglarning va cho'ng onanglarning hamshiralarini, qarindoshlaringlarning qizlarini, hamshiralaringlarning qizlarini va ularning farzandlarining qizlarini, inik onanglarni, emildosh hamshiralaringlarni, qiynonanglarni, mayli ayolinglar bilan bir to'shikda yotgan bo'linglar yoki yotmagan bo'linglar, sizlar bir to'shikda bo'lgan ayollaringlarning boshqa erdim bo'lgan uyinglarda yoki boshqa uylarda o'sgan qizlarini elishni harom qildi. Agar sizlar ularning onalari bilan nikohlanib bir to'shikda bo'lishdan burun taloq qilgan bo'lsanglar yoki o'lib ketgan bo'lsa, bu chaqda o qizlarni olsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Yana o'z pushtinglardan bo'lgan va emildoshlik sababli sizlarga qo'shilgan o'g'illaringlarning ayollarini elishinglar va nasabdan yoki emildoshlikdan bo'lgan och singilni birli vaqtda amringlarda saqlashinglar harom qilindi. Lekin jahiliyat davrida o'tgan ishlar apu qilinadi. Shuningdek hadisga asosan ayolni uning tog'i ochisi bilan bir vaqtda nikohda saqlash haromdir. Cheksizki Allah gunohlarga tavba qilgan bandalarni to'limi mag'firat qilg'uchidir. Ularga nihoyatda mehribondir. Shunga ularni qudrati yetmaydigan ishlarga buyurmaydi. Eri bor ayollarni elishmo sizlarga harom qilindi. Ammo jihatda o'lj ilingan ayollar buningdan mustasno. Chunki ular sizlarga haloldir. Bu Allohning sizlarga belgilgan hukmidir. Bulardan boshqalarini zinodan saqlanib, ishbatlik bo'lgan holatinglarda mol mulkinglardan mahrini berib, nikohlab elish sizlarga halol qilindi. Ayollardan qaysini nikohlab elib, ulardan foydalansanglar, u ayolga Alloh farz qilgan va sizlar nikohda kelishgan mahri haqqini beringlar. Mahrning oz ko'pligi to'g'risida o'zaro putishgan bo'lsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Cheksizki Allah bandalarining ishlarini nihoyatda yaxshi bilguchidir. Belgilgan hukmlarda va tadbirlarda hikmat bilan ish qilguchidir. Sizlardan hur mu'min ayollarni elishga qurbi yetmaydiganlar qo'l ostinglardagi mu'min cho'rlardan olsin. Allah sizlarning iymoninglarni obdan biladi. Sizlar bir-biringlar bilan dindossizlar. Shunga ular ishbatlik yashaydigan, zina qilmaydigan, oshni tutmaydigan bo'lishi kerak. Ularni xo'jayinlarning qo'shilishi bilan xotinlikqa olsanglar bo'ladi. Ularga sizlar kelishgan mahri haqqini qoida yo'sin bo'yicha beringlar. Agar ular erga tekkandan keyin zina qilsa, ularga hur ayollarga beriladigan jazoning yarmi keladi. Yuqorqi sifatlarga ega bo'lgan mu'min cho'rlarni elishga ruxsat qilishdan iborat bu hukm oranglardagi
zina qilib qo'yishdan ansiraydigan kishilar uchundir. Cho'rlarni olmay sabr qila olsanglar va ippitinglarni saqlay olsanglar, sizlar uchun bu texmi yaxshidir. Allah gunohinglarni nihoyat mag'firat qilguchidir. Sizlarga nihoyat mehribondir. Allah'ның hör ayollarni elishga qurbi yetmaydigan kishilarga cho'rlarni elishni ruxsat qilganligi uning cheksiz mehribonligining ifodasidir. Allah bu ahkamlarni buyurish orqali sizlarga dinning ahkamlarini ochiq bayon qilib berishni, sizlardan burunqi payg'ambarlarning va yaxshi kishilarning halol harom masalasidagi haq yo'liga boshlashni, gunohinglarni mag'firat qilishni xohlaydi. Allah bandalarga nimaning foydali ekanligini obdan bilguchidir. Belgilgan hukmlarda hikmat bilan ish qilguchidir. Allah sizlarning tavbanglarni qabul qilishni, xatoliklaringlarni afu qilishni xohlaydi. O'zlarining havoyi havisiga va lazzatlariga ergishadiganlar sizlarning to'g'ri dindan butunlay chiqib ketishinglarni xohlaydi. Allah barliq belgilimlarda sizlarga osonlikni va taslikni qo'ymaslikni xohlaydi. Chunki sizlar ojiz yaratilgan. Ey Allohga, uning payg'ambariga iymon etgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar. Bir-biringlarning mol-mulkini yo'lsizlik bilan yevilish sizlarga halol emas. Faqat shariatning ko'rsatmasi bo'yicha ikki taraf rozi bo'lishib qilishgan savdo-setiq orqali erishilgan narsalar haloldir. Sizlar Allah haram qilgan ishni qilib, uningga osiylik qilish bilan o'zinglarni halok qilmanglar. Allah buyurgan va ma'ni qilgan ishlarining hammasida sizlarga haqiqatan mehribondir. Kimki shariatning ko'rsatmasidan chetnab, o'g'irlik, bulonchilik va aldamchilik qatorliq Allah haram qilgan ishlarni qiladi ekan, Allah uni do'zaxga kirgizadi. Bu Allah'ga nihoyat osondir. Ey mu'minlar, agar sizlar Allah'ga shirik keltirish, ota-onani qo'shitish, nohaq odam o'ldirish qatorliq cho'ng gunohlardan saqlansanglar, sizlarning kichik gunohinglarni yo'q chiqaramiz va sizlarni jannatdan iborat esil makonga kirgizamiz. Allah rizqda va boshqa ishlarda biringlardan ortiq qilgan narsalarni tama qilmanglar. Allah erlarga o'zlarining qilgan amallariga yarasha nasiv ato qiladi. Ayollarga o'zlarining qilgan amallariga yarasha nasiv ato qiladi. Sizlar bir-biringlarning qo'lidagisini tama qilmay, karamlik Allohdan uning fazli karimini tilanglar. Sheksizki Allah hamma narsani bilib turg'uchidir. Allah yaxshiliklarni bandalarining orasida taqsim qilishda ularga nimaning foydali ekanligini obdan biladi. Sizlarning ichinglardan har bir kishi uchun ota-onalar, tuqqanlar va sizlar bilan o'zaro yordamlashish va bir-biriga varis bo'lish haqida qasam qilishgan kishilar qoldirib ketgan mirosni oladigan varislarni qildik. Sizlar ularning nasibilarini beringlar. Sheksizki Allah sizlarning amalinglarning ko'zitib turguchidir. Shuningga asosan sizlarga mukofot yoki jazo beradi. Tafsirim muyassar. Bir guruhi o'limalar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqxun. 2020 yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.